Bu video workflow orqali tayyorlandi. Agar siz ham AI yordamida shunday professional va sinematik videolar yaratishni istasangiz, unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozir sizga buni bosqichma-bosqich ko'rsataman. Avvalo, Hixfield platformasiga kiramiz va Canvas bo'limini tanlaymiz. So'ng New Project tugmasini bosib, yangi loyiha yaratamiz. Keyin mahsulotimiz yoki modelimiz rasmini yuklaymiz. Rasm yuklangandan so'ng ChatGPT ga qanday topshiriq yozadigan bo'lsangiz, xuddi o'sha tarzda prompt yozasiz. Shundan keyin Image Generation bo'limiga o'tamiz. Bu yerda format, sifat, model va boshqa kerakli sozlamalarni tanlaymiz. Barchasi tayyor bo'lgach, generatsiyani boshlaymiz. Muhim jihat, agar ishlatayotgan vizualingiz uchun reference image kerak bo'lsa, uni ulashni unutmang. Bu personaj yoki mahsulotning ko'rinishini bir xil saqlashga yordam beradi. Vizual tayyor bo'lgach, hech qayerga chiqmaymiz. Tayyor rasm ustiga bosib, Agent bo'limiga o'tamiz. Bu yerda o'zingizga qulay AI modelini tanlaysiz va videoda model yoki mahsulot qanday harakat qilish kerakligini yozib, video prompt yaratib olasiz. So'ng Video Generation bo'limiga o'tamiz. Davomiyligi, modeli, sifati va boshqa parametrlarni tanlab, videoni generatsiyaga beramiz. Bir necha daqiqadan so'ng professional AI videongiz tayyor bo'ladi. Shunga o'xshash AI workflow darslari va professional kontentlar uchun sahifaga obuna bo'ling.